g'iybat, nafrat, g'azab, kechirimsizlik, kimnidir ustidan g'iybat, hukm yoki chiqarib qo'yish, azizlarim, bular hammasi negativ energiyani ko'paytirib yuboradi, azizlarim. Shuning uchun biz har doim kechirimli bo'lsak, har doim yaxshi niyatda bo'lsak, hammaga tabassumda, shirin so'zda bo'lsak, yurak ochiqligida, qalb ochiqligida bo'lsak, bunda bizda pozitivni energiya ko'payadi, azizlarim. Vibratsiyalarimiz ko'tarilib ketadi. Bizni vibratsiyalarimiz когда ko'tarilib ketganda, dunyoda toza havo ko'payadi, azizlarim. Toza havo ko'p bo'ladi. Chunki insonlar Allohning chestotasiga ulana boshlaydi. Toza mehr, toza qalb, toza yurak, toza o'y fikrlar bilan insonlar o'zini vibratsiyasini tozalaydi.